mana shu arizani jo'natishda amaliy yordam bersang degan gaplari bu sohaga kirib kelishimga eng katta turtki bo'lgan. Raqamlashtirish davlat idoralarida ishlaydigan insonlar uchun foydalimi yoki buni oddiy chekka bir qishloqdagi dehqon yoki semichka sotuvchi xola ham his qiladimi bugungi kunda? Hujjatlarni elektronlashtirishi, virtual murojaat sohani rivojlanishiga asosiy turtki sabab bo'ldi. Farzand tarbiyasida ham boshqa sohalarda ham internetda roli tasavvur qilib bo'lmaydigan darajaga yetib keldi. Wi-Fi dan foydalanish ham ancha muammo bo'ladi. Tog'li hududlarimiz bor, chekka hududlar bor. Bu yaqin yillarda biz raqamlashtirishga aytaylik bir 80-90% ga chiqa olmaymizmi? Sun'iy intellekt texnologiyalarini barcha sohalarda joriy qilmasdan boshqa ilojimiz yo'q. Biron bir maktab yoki filialni ayting, har bitta hududga optik aloqa liniyalari tortilgan. 100%. Hayotimizni har jabhasini raqamlashtirish qanchalik to'g'ri? Viloyatda sodir etiladigan bu sifralarni 50% dan yuqori kiber jinoyatlarga to'g'ri kelyapmiz. Davlat xizmatlarida 200 dan ortiq xizmat o'zi 800 dan. 800 mi? Dahshat. Eng katta kiber hujumlar o'ylamang. Internet orqali to'g'ridan to'g'ri hech qachon bo'lmaydi. Hammani ogohlantiramiz. Shaxsiy ma'lumotlarni, pasport ma'lumotlari, karta raqamlari buni hech kim so'ramaydi.